Bugungi videomizda Toshkent fabrichniy bo'lsin, sifati yaxshi bo'lsin, lekin narxi arzon bo'lsin deb ko'p so'rashadi. Shu forma haqida gaplashamiz. Mana shu forma haqida gaplashamiz. Bu formamizda hozir ranglari, qanaqa ranglari bor. Assalomu alaykum. U4 YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, bugun navbatdagi video olishni boshladik. Bugungi videomizda Toshkent fabrichniy bo'lsin, sifati yaxshi bo'lsin, lekin narxi arzon bo'lsin deb ko'p so'rashadi. Shu forma haqida gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bu navbatdagi videoda o'tib ketmaslik uchun bo'ladi. Xo'p, bugungi formamiz Toshkent fabrichniy Madina firmaning formalari. Mana shu forma haqida gaplashamiz. Bu formamiz ayollar uchun oldi yaktanlik bo'ladi. Oldi 3 burcha mana ko'rsangiz bo'ladi. Fasonlar ham chiroyli ishlangan. Oddiy 3 burcha qilib qo'ymagan. Yumaloq sifat qilgan oldini choklar qo'yishgan va cho'ntagiga bunaqa aksessuar ham qo'shib qo'yishgan. Bu modelimizda keyin yuqori cho'ntagi, pastki ikkita cho'ntaklari bor va shimini ham bir qator ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik shim fasoniga ham qiziqyapti bu modelimizni. Mana ko'rsalar ham bo'ladi. Shimini ham chiroyli qilib qolipini ishlagan. Ikkita yon cho'ntaklari ham bor bularda. Bu formamizning materiali ko'pchilikka ma'qul kelayotgan qaysi tomon desa, stretchli spandex deymiz. Mana cho'ziladi bu. Bu cho'zilishligi sizga qanday qulaylik beradi? Materiallari yumshoq bo'ladi, dazmol olishlari yaxshi bo'ladi, keyin harakatingizga cho'ziladi. Bu formamizda hozir ranglari, qanaqa ranglari bor? Elektrosvet rangimiz bor. Buni ko'pchilik ko'kam deyshadi buni. Keyin bu yerda tomni siniy rangimiz bor. Bu yerda oq rangi, hozir ayniqsa bu rangimiz bizda juda ko'p sotilyapti, ko'p joyga oq kiyishadi. Keyin bu modelimizda ko'pchilik so'rab yurgan ranglari qora rangi ham bor, xakki sveti bor. Keyin bunaqa ot seri rangimiz bor, albatta bu oxirgi rangi bardoviy ranglari ham bor. Bu formamizning razmerlari 46 dan 56 gacha bo'ladi. Ayol va qizlar bemalol zakaz qilaverasizlar. Materiali spandex lavsan deymiz, cho'ziluvchan. Zakaz qiladigan bo'lsangiz, ushbu raqamlarga 78 113 68 70 yoki Instagram, Telegram orqali adminlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'zbekistonda barcha viloyatlarga pochta xizmatimiz bor. Bemalol Qoraqalpog'istonmi, Voha tomondanmi, Vodiydami bemalol zakaz qilaverasizlar. Aytgan manzillaringga pochta orqali chiqazib beramiz. Bemalol kiyib ko'rib, tanlab, yana qayta xarid qilsangiz bo'ladi. Buni ko'pchilikka tavsiya qilamiz. Qaysi ma'noda? Hozir ishxonalar ko'pchilik forma yangilaydi, tez urinib qolyapti, tez yangilaymiz deganda sifati arzon. Mana ko'rsangiz bo'ladi, ko'pchilik brendni taniydi. Mana Madina firmaniki bu. Madina firmenniy forma, materialning sifati yana ham yaxshi chiqqan, yangilangan material va narxi o'zi 200 ming atrofida sotiladi. Hozir firma tomonidan skidkaga tushib qolganligi uchun 150 ming so'm sotyapmiz. Sifati zo'r, narxi arzon. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi qanaqa formalar haqida sizga qiziq bo'lsa, amerikanskiy, turetskiy, oq xalatmi yoki formani bu modellarini obzor qilinglar deb kommentariyada yozib boringlar va shu haqida keyingi mavzularni olib boramiz. Bizni kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar.